Bitami? Ha janob, bir haftada bitadi. Ha bo'pti, men boshqa yerda yashab turarman, merga aytib bo'pti. Bo'pti, siz tuzating, men bir haftadan keyin ko'chib kelaman joyimga. Yaxshi, bemalol borib kelaverik. Okay, sizga uy kalitini topshirdim, bu uy kaliti. Men o'shang, bo'pti, men ketdim. Bo'pti. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Galyard do'stlar, mening yangigina videomga xush kelibsizlar. Okay, mana nima bo'ldi desanglar, uyimda katta quvur yorildi, juda katta, bir haftada bitadi deyapti usta. Shungacha mendan uy so'rab turamiz. Okay, bu yerda nechta pulim bor normalniy. Men bilan kepon bilan yoniga quruq qo'l bilan boringmanku, bu ekinlarni o'sib, yana ekinlarni olmadikmi deb boshqar kartoshkalarni olamiz va ekib chiqamiz. Susak mana sabzilarni ham ekib olib chiqamiz. Hoppa. Okay, bu qoldi. Naramanigina endi bularga kartoshkalar va sabzilarni, bug'doylarni ekib chiqish kerak. Bo'tga yana bitta kartoshka ekib qo'yamiz. Bo'tga ham kartoshka ekilgan edi. Xo'sh, mana bunday qilamiz. Bo'tga sabzi ekilgandi-da. Karat ekilgandi. Xo'sh, 2 metr yerdan ham ekib tashlayman, chunki men buyukman. Xo'sh, o'zi Minecraftda bir blok 1 metr sanaladi. Yana bilmadim, bularni ekib olgandan keyin sizlar bilan kamerani yoqamiz. O'zga obunachilar qani endi menga bu uylar balki bilmadim lekin o'zi qishloqda bo'sh uy bormi ekan. Xo'sh, assalomu alaykum, kirishga mumkinmi? Ha, kiraver, o'zi kirib olding-ku. Ha, to'g'ri. Aytgancha meni uyimda quvur yorilganda juda katta quvur suv oqayotganda usta bir haftada bitadi deyapti. Shunga menga uy berasizmi? Aytishimcha, bu yerda umuman bo'sh uy yo'q. Bilmadim, lekin uy qurish mumkin emas, lekin o'zing bir nima qilarsan. Yo'q, sen yordam bera olmaysan. Yo'q, afsuski, bo'lmasa yordam berardim. Bo'pti. Ketdim. Xo'sh, balki qanaqa ko'chada turmayman, lekin ko'cha sovuq, qish oyi, kuzning oxirgi oyi, noyabr. Daraxtlar ham chiroyli, daraxtlar go'zal. Tak, stop. Agar biz daraxtning ichidan uy qursak-chi? To'g'ri fikr. Agar daraxtning ichidan uy qursak, hech kim bilmaydi. Shuning uchun menga kerakli narsalar kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu bizning mini bozorimiz bor. Bu yerda hamma narsa sotiladi. Xo'sh, mana qurilish bloklari, lashkarka. Xo'sh, mana hamyonimda bor edi, $10. O'zi hamma pulimni olishim kerak, ozgina bor. Mana shularni olamiz. Usti mana bo'ldi. Assalomu alaykum janob, sizda narsalar bormi? Ha, bor. Okay, sotib olamiz. Xo'sh, bitta mana buni olamiz. Xo'sh, keyin bizga yana kerak bo'ladi. Yo'q, bizga kerakmaydi, ayna kerak bo'ladi. Xo'sh, mana bunday qilib qo'yamiz buni ham. Xo'sh, bizda bolta, ketmon, qilich kerak mayda bizga. Nima kerak bizga o'zi qilich. Xo'sh, o'zi ketmonni qo'yib qo'yaman bizga. Sizda nimalar bor? Bu yerda oziq-ovqatlar bor ekan. Anchagina olib olamiz. Xo'sh, bunda go'sht bor ekan. 1-2 ta olib sotib olamiz. Xo'sh, stek ham bor ekan, buni ham olamiz obunachilar. Tort yemayman, tort yoqmaydi. Xo'sh, agorodlarni merga bermadim, lekin bo'pti, o'zimda turaversin. Xo'sh, bu bolaning bor ekan. Yo'q, bu yerda budilnik bor ekan, yaxshi. O'zim bu narsalarni uyda qolib ketdi, lekin bilmadim, turaversin. Ustar olamiz, stul. Xo'sh, qo'yib qo'yaylikchi.
O'ngbosh. Bitta pichoq olamiz, rozg'orga kerak bo'ladi. Yo'q, bizda svet ham bo'ladi. Ventilyator kerakmaydi. Qish bo'lsa. Mana buni ham olamiz. Gaz plita kerakmaydi. Nima degan eng asosiysi tualet. Da. Shu tualet zo'r. Tualet olamiz. Bu elementardan chiqib ketyapti-yu. Bu xolodilnik. Shuni ham olamiz, obunachilar, jigarlar. Mana buni ham qo'yamiz. Yo'q, bizda yumshoq kreslo bo'ladi. Yumshoq kreslo ham olamiz. Bo'ldi. Demak, uyga bitadigan xarajatlarni oldik. Katta daraxtdan qursam kerak, lekin narvon topmadim. Habibda daraxtlardan sindirib olaman. Axir meni boltam bor-u. Bizga oq daraxt yo'q bo'lmaydi. Bizga sal o'rmonni chekkirog'idan olamiz daraxtni. Mana shunda mashina olamiz. To'xtanglar, men qurilish bloklaridan olishim kerak. Bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Masalan, esingizda bo'lsa, buta bor edi, shunda butadan olamiz. Chunki bizga kerak bo'ladi, bitta sandiq bor ekan. Xuddi ishda bitta yana urug' bor ekan. Boraylikchi. Bu qolgan pullarni ham yonga solib qo'yish kerak. Elementarda ortiqcha joy oladi. Menda hozir yonimda qolgan pullar 1000 bularning soni yetmaydi. Ishda qurilish bloklari bor edi-ya. Mana shuni olamiz. Oppo. Ikkita olamiz mana bundan. Joyda turaversin ham yonim. Bo'ldi. Всё так. Endi esa uy qurishni boshlaymiz, obunachilar. Lekin nimadir yo'q ekan, ya'ni narvonni o'zimiz yasaymiz endi. Crafting table. Crafting table bitti. Buni yerga qo'yamizda, bizga stick kerak bo'ladi. Stick yasab olamiz. Endi esa bittaga mana bunday qilsak ajoyib. Endi bu yerga narvonni qo'yib chiqish kerak. Yetmadi normalniy. Yana ozgina siljitsak, mana bu yerga yana bitta narvon yasaydik. Oppo. Bo'ldi, narvon tayyor. Videomiz ham cho'zilib ketdi, yo'qsa men uyni quraman deb qaychi olmabman. Yo'q, qaychi oldim u. Ko'zim o'g'idi. Mana bu degan. Qaychini topish o'zi. Yo'q, ham yonib tushib ketdi, olish kerak. Buni qilamiz, olamiz. Neriyam. Yonmayu. Yo, what the. Sal ichini epaqaga keltirib olish kerak ekan obunachilar. Bo'pti, ish nima qilmaydi. Mana bu yerga qo'ysak, yana bitta narvon qo'ysak. Oppo. Qo'ydim, olmadim. Bo'ldi. Oppo. Mana bu daraxt cho'qtirmoqchi edim. Chopamiz, obunachilar. Mana bu yerga ham shuni qo'yamiz. Olib qo'yamiz buni. Keyin bizda oyna ham oldik aytgancha. Keyin bizga mana bu ham bor. Qo'yib qo'ydik. Normal bo'lsa bo'ladi, lekin jigarlar lekin zo'r uy bo'ladi. Maymundek daraxtdagi uy bo'ladi, ajoyib. Shu videoni shunday qilib qo'yamiz. 100 tayyor. Amalga oshiramiz. Mana shunday qilib. Oppa bo'ldi. Bu yerga qo'yamiz. Uyni kengaytirish kerak, chunki narsalar tiqib qolishi ham mumkin. Mana bu yerga daraxtlar yo'q bo'lyapti-ku o'zida-o'zi. Mana bu yerda amallaymiz. Bu Minecraft. Yana yo'q bo'ldi. Yo'q, narsalar chiqqani bo'yi. Yo'q bo'lyapti bu. Ish nima qilmaydi. Balki bloklarni mana bunday qilamiz. Va endi bu yerga yashash uchun narsalar qilamiz. Betni o'zim olib kelaman, ya'ni yotoq. Bunga qarama-qarshi stol qilib qo'yamiz. To'xtanglar. Mana ajoyib bo'ldi. Bu yerda o'tirib
chiqsa bo'ladi. Keraklar o'tga lampochkadan ikkita o'raman. Shu qatga qo'yish kerak. O'chi. Oppo, bu barglar yo'g'ib ketyapti-ku, daraxtga aylanyapti. Qo'yish kerak daraxtlarni. Mana bunday qilib. Bo'ldi amallarimiz. Burchakka o'yni ham qo'yib qo'yamiz. Toza havo, dangi davo degandek. Hoppala. Nima bo'ldi? O'yni nimaga o'xshamayapti-ku. Bo'pti, bitta teshik ochib qo'yaveramiz. Normalniy. Eng asosiysi bu tualet bo'ladi. Tualetni ham отдельно qilamiz. Hamga o'zi bitta tualet qo'ysak, mana bunday meni qurib chiqmaydi. Bo'lmashki ish qilib qo'yamiz demoqchi. Endi yarmi ketib qoladi. Barglar yurib ketyapti. Bo'ldi. Bu lampochka bo'lsa, bizda aniq narsa yo'q ekan. Hozir keyin sotib olarmiz obunachilar. Xo'sh, bizga eng muhimi xolodilnik. Xolodilnikni bo'pti, mana shu yerga qo'yamiz. Ichiga ovqat solib qo'ysak bo'ladi. O sotib olgan ovqatlarimizni qo'yib qo'yamiz. Pishinisi ham shunda tursin. Hop, pishinisi ham sog' bo'lmas ekan. Bo'pti, uni non qilib keyin sog'voramiz. Urug'an sog' bo'lmaydi. Demak, o'ng sandig'i keyin olamiz. Eng muhimi yumshoq kreslo. Qulaylik birinchi darajada. Shuni bitta qo'yib qo'ysak, normalniy. Oppo, mendan dizayner chiqmaydi-yu, daraxtni o'zi bekor yurdim deyman. Amallab yasharman. Yopiq sotib olish keraklarni. Yomg'irda nima qilaman bilmadim. Bo'pti, normalniy. Okey. Yo, what's up, negerlar? O'sh turamizda tualetdan endi esa tashqariga chiqamiz. Sekin oppo narvonga ilishib qoldim. Oppo lampochkani xato qo'yibman. Adashmasam bu yerda berdi. Bo'ldi. Mana shu qo'yib qo'ysak. Okey jigarlar, videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Sizlar bilan men Galartuz bo'ldim. Keyingi videolarni chiqaraymi, kam yozib qo'ying. Okey, kommentariyaga like, qanaqa videoga ostiga like ham bosinglar, xohlagan kommentlarni yozib qo'yinglar. Men sizlar uchun harakat qilyapman. Axir bizning maqsadimiz 200 ta bo'lish. Hammaga xayr, sizlar bilan men Galartuz.